Bismillahirrahmanirrahim. Sumaralarimiz shirin bo'lsin. Sumaralarimiz shirin bo'lsin. Azaldan bu ota bobomiz, momolarimizdan qolgan urf odatimiz bu. Buni har bir o'zbek farzandlari, o'zbekman degan musulmonlar buni qilib pishirib yeydilar. Hattoki bunga shoir bobomiz Mahmud bobomizning she'rlari ham bor. Ey jahondori zafar kavkabai davr falak, go'sh qil qissai qishloqi xarobi hapalak. Men bechora banda bayon qilsam agar, bir katak, ikki kapa, uch olachiq, to'rt katalak. Ajriq tomirini o'g'urida mayda tuyib, qaynatib kunda ichar otini derlar sumalak. Ey sumalagimiz chuchiy bo'lsin. Mana shu xonadonlarga ham to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi kunlarga sherik bo'laylik. Qilgan ehsonlarini biriga Xudoyim mingni bersin. Sog' salomat o'ynab kulib chaqasini yursin. Uylam shu paytga sumalaylarga sog' salomatlikka, bag'ri butunlikka yetaylik Allohim. Sizlarga rahmat. Ko'payishibgina yuraylik.